Assalomu alaykum. Ramazonlaring bilan bir oyoq kiyim olasizlarmi yo yo'qmi? Akalar. Bu setkalarni qarang, setkalarda okajonlarim, setkalarda olmasalar ham bo'lmaydi. Bu yerdan ko'jaliklar, tepalarini qarang. Ko'jalarini qarang. Ko'jalarini. Narxini qarang, narxini asalligini. 235 ming so'm atiga, 235 ming so'm. Taylari oq, tepalari terili, maytlari terili, padojlari chiqib ketmaydi, ajrab ketmaydi. Bemalol 1-2 yil xizmatingizni qiladi, 1-2 yil xizmatingizni qiladi aka. Karishniy sveti ham bor mana, karishniy sveti. Mana u asalligini qarang aka, jon aka. Bu narsa qiling, kiymasangiz bo'lmaydi aka. Xo'p. Hurmatli obunachilar, Eva padojda mana taylari tekis, kachitvalari ham yaxshi. Mana bunaqa bog'larini rezinkali qilib qo'ygan mana. Bemalol podyomli, oyoqlari katta bo'lgan akalarimizga ham tushaveradi bemalol. Mana bunaqa joylari teri qilib ishlangan. Yonlari ko'rib turibsizlar mana. Alohida mehr berib, chiroyli qilib ishlagan. Mana orqa tomonlarini ham teri qilib ishlagan. Ko'rishlaring mumkin. Padojlari tushib ketmaydi, yumshoqligi ham yumshoq mana. Bemalol mana yumshoqqina. Taylari tekis, ortiqchalik balandpasi yo'q. Juda qulay bo'lgan oyoq kiyim. Yana nimalar ko'rsataylik? Ya'ni aytinglar yana. Zamishli yengil cheshkalarimiz kelgan mana zamishda. Mana ayni mana fevral oyi uchun mos bo'lgan oyoq kiyimlar. Mana ko'rishlaring mumkin. Xo'p. Yana bir qator eslatib o'tamiz. Narxi 139 ming so'm mana. 139 ming so'm. Zamishli. Bu karafan mahsulotidan bo'lgan. Karafan mahsulotidan bo'lgan. Bu oyoq kiyimimiz esa 235 ming so'm. Bu teridan bo'lgan. Bu terili bu. Karishnimiz ham narxi o'sha 235 ming so'm. 235 ming so'm. Undan tashqari Tomnisini cheshkalarimiz bor, taylari oq. 99 ming so'm. 99 ming so'm. Ko'rishlaring mumkin. Olibdi. Qora svetini ham ko'ringlar mana, 99 ming so'm. Like bosinglar, obuna bo'linglar. Bizga pastki qo'ng'iroqlarda telefon qilinglar, bemalol murojaat qilaveringlar. Kommentariyada ham fikrlaringizni kutib qolamiz. Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumanida joylashgan. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.